Davom etamiz. Bugun yurtimizning barcha hududlarida zamonaviy shaharsozlik normalarini o'zida jamlagan ko'p qavatli turar joy majmualari, mahobatli inshootlar barpo etilmoqda. Biroq ularni qurishda belgilangan talab va me'yorlarga qay darajada amal qilinmoqda? Muxbirimiz Tamara Jumaniyozova Qoraqalpog'iston misolida mavzuni davom ettiradi. Bugungi kunda yurtimizning har bir go'shasi keng qurilish maydoniga aylangan. Binolardagi zamonaviy ko'rinish bilan birga sifat va xavfsizlik har doimgi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois qurilayotgan binolarning mustahkamligi va me'yoriy talablarga muvofiqligini o'z vaqtida tekshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi sinov laboratoriyasi tomonidan hozirgi kunda 30 dan ortiq turdagi qurilish mahsulotlari laboratoriya hamda sayyor sharoitlarda sinovdan o'tkazilmoqda. Navbatdagi sayyor laboratoriya sinovi Nukus shahridagi Kongress holi, savdo ko'ngilochar markaz, 2 ta ko'p qavatli turar joy hamda 23 qavatli mehmonxona majmuasida o'tkazildi. Tekshiruv jarayonida binoning birinchi qavati ustunlaridagi beton mustahkamligi GOS 22690 davlat standart talablariga muvofiq ravishda buzmasdan sinash usuli orqali o'rganildi. Bizim laboratoriya sinov жұмыстарын alып barganda zamonaviy asbab uskunalardan foydalaniladi. Atab o'tganda IPS uskunasi bilan biz tez ham aniq turda beton bekemligin, beton konstruksiyalarini ziyon yetkazmasdan ko'ruv imkoniyatini egamiz. Hamda Onyx uskunasi bilan betonning qisuvdagi bekemligini aniq hamda aniqlash mumkinligimiz bor. Alып barılgan sinov natijalarining jumaqlari bo'yicha laboratoriyada jumaqlar ham bayonnomalar rasmiylashtiriladi, ham qurilish yurtimiga usuniladi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur obyekt bo'yicha bugungi kunga qadar 234 ta uchastkadan olingan namunalar asosida 17 ta sinov bayonnomasi rasmiylashtirilib, buyurtmachiga taqdim etilgan.